Müşinandaki o'xshagan qo'shiq tayyorlashni o'rganib olganlar bormi? Do'stlar, atiyalik nashida atgan joy bilan birlashsak, shunchalik huzur berdik. Qani sizlar o'rganib olinglar. Iziga vaqtinlar topolmay qolmaslik uchun yurakam yulduz belgilarini besib saqlab olib ko'ringlar. Alla bilan kichikroq qachida ishqacha unli xamir yugurish mashinasiga to'kib olamiz. Aqdan bir qo'shiq xamir turishga qo'l ko'ymigida qilib ilmon suv qo'yib aralashtirib xamir turishni eritib olamiz. Uning ustiga yarim qo'shiq tuz bilan eritib olgan xamir turishni qo'yib yumshoq qilib xamir yugurib olamiz. Xamirimizni bir soat atrofida to'ldirib olamiz. Bu araliqda qiyma tayyorlaymiz. Qaymoq go'sht bilan piyozlan bosib bo'ldi. Dordalmaklardan zira oqmush qarmushlarni silib yaxshi aralashtirib tamlantirib olamiz. Tayyor bo'lgan xamirni muvofiq cho'nqliqda kesib bo'laqmandi shaklda to'kib olamiz. Do'stlar, ko'rib mushakapsizlar qo'llashingizni kasrayınğacha qaxsiz gullarni yo'llab qo'yishinglarni tovanchilik bilan so'rayman. Ham yana har kun yangilik mazmunlarni yo'llab turma, bostirdim chekimini qo'shib olishni unutmanglar. Hammasini shunday tugib olgandan keyin birinchi qadamda tovuq qozimizni isib moy qo'yib moy qizigandan keyin aldikaynini sarg'aytib qo'rib olamiz. Bu shunday aldikaynini sarg'aytib qo'rib olgandan keyin qadamda 10 minut atrofida hurda pishiramiz. Hurda pishirib olgandan keyin taxslarga tizib dasturxonga asaq bo'ldi. Shunchalik o'xshab ketdi. Do'stlar, qinsizlarni sinab yekanglar.